Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari. Hop, keyingi buyurtmamiz Aziz Jo'ja oshxonasiga o'rnatildi. Xudo xolasa tayyor bo'lgan akvariumlar. Hozir bitta obzor ko'rsatib beramiz. Zalning o'rtasiga shunaqa o'rnatib berdik. 4 dona akvarium bir xilda. Akvariumlar uzunligi 1.80, balandligi 70, eni 40 sm qilib yasalgan, xudo xolasa. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mana bu yerda yeb ichish uchun kelgan odamlar narigi tomondan ham bu tomondan ham ko'rish uchun fonlar yopishtirmasdan qilingan. Bu tomondan ham ko'rsatamiz. Ikkala tomoni ham ko'rinaveradigan holatda. Bemalol kelib shu yerda baliqlar tomosha qilib ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Oilaviy kelsanglar ham bo'ladi, chunki bu yerda shunaqa banketnik qilib o'tirsa ham bo'ladigan joylari ham bor. Juda ham chiroyli manzara qilib qo'ygan bu tomonlarga ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, sifatli qilib bitkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, joninglar sog' bo'lsin.